Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Ukraina sobiq energetika vaziri mamlakatni tark etishga urinayotganda qo'lga olindi. O'tgan yili korrupsiya mojarosida nomi tilga olingan amaldorlar qatorida bo'lgani sababli lavozimidan chetlatilgan German Galushenko Ukraina hududidan chiqib ketayotgan poyezdda qo'lga olingani aytilmoqda. Uning qayerga ketmoqchi bo'lgani hozircha noma'lum. U noyabr oyida fosh etilgan $100 million, ya'ni 75 million funt sterling miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirish sxemasida gumon qilingan bir nechta hukumat vakillaridan biri edi. Mazkur mojaro Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan oldin korrupsiyaga barham berish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan prezident Vladimir Zelenskiy ma'muriyatiga jiddiy tahdid tug'dirdi. Urush davomida prezidentning eng yaqin maslahatchisi bo'lgan prezident administratsiyasi rahbari Andrey Yermakning uyi tintuv qilingach, u iste'foga chiqqan edi. Prezident ham Yermak ham qonunbuzarlikda ayblanmagan. Shunga qaramay, mojaro AQSh tomonidan saylovlar o'tkazish bo'yicha bosimning kuchayishiga sabab bo'ldi. Ukrainada saylovlar 2022-yilda urush boshlanganidan buyon konstitutsion qoidalar tufayli to'xtatilgan. Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi yakshanba kuni bergan bayonotida sobiq energetika vaziri davlat chegarasini kesib o'tayotgan vaqtda Midas operatsiyasi doirasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bayonotda Galushenkoning ismi ochiq aytilmagan bo'lsa-da, bir nechta nufuzli Ukraina ommaviy axborot vakillari uning shaxsini tasdiqlagan. Galushenko qisqa muddat adliya vaziri ham bo'lgan. U 3 yil energetika vaziri lavozimida ishlagach, noyabr oyida Zelenskiy tomonidan iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga tayinlangan Svetlana Xrinchuk ham mojaroga aloqadorligi sababli iste'foga chiqqan. Radio Free Europe xabariga ko'ra, u chegarachilarga qochishga urinsa xabar berish topshirilgach, qo'shimcha so'roq uchun Kiyevga olib ketilgan. Midas operatsiyasi deb nomlangan keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi tergov 15 oylik surishtirish natijasi bo'lgani Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi hamda korrupsiyaga qarshi ixtisoslashtirilgan prokuratura tomonidan ma'lum qilindi. Ular bir necha shaxsni, jumladan davlat yadroviy energetika operatori Energoatomda ham energetika sohasida mablag'larni o'zlashtirish sxemasini uyushtirishda ayblamoqda. Galushenko Energoatom pudratchilaridan shartnoma qiymatining 10-15% miqdoridagi atkatlarni muntazam yig'ib kelganligida gumon qilinmoqda. Korrupsiyaga qarshi organlar katta miqdordagi mablag'lar yuvilganini aytib, naqd pulga to'la sumkalar suratlarini ham e'lon qilgan. Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi ma'lumotiga ko'ra, mablag'lar Ukraina tashqarisiga, jumladan Rossiyaga ham o'tkazilgan. Galushenko avvalroq ayblovlarga qarshi o'zini himoya qilishini bildirgan. Sobiq bosh vaziri o'rinbosari Aleksey Chermishov noyabr oyida noqonuniy boyish gumoni bilan hibsga olingan. Unga avvalroq mansab vakolatini suiiste'mol qilish ayblovi qo'yilgan edi. Ular aynan energetika sohasidan boylik orttirishda ayblanishi jamiyatda alohida norozilik uyg'otdi. Chunki mojaro Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga qattiq qish arafasida hujumlarni kuchaytirgan paytda yuzaga kelgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Ukraina uzoq yillardan beri korrupsiya muammosidan aziyat chekib kelmoqda. Bu muammo Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi va korrupsiyaga qarshi ixtisoslashtirilgan prokuratura 10 yildan buyon faoliyat yuritgani ham barabar davom etmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun asosiy talablardan biri hisoblanadi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.